Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 16 dekabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.130 so'm 1 tiyin bo'lib 32 so'm 8 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.245 so'm 48 tiyin bo'lib 50 so'm 98 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 4 tiyin bo'lib 1 so'm 27 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 42 tiyin bo'lib 23 so'mga 23 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 138 so'm 66 tiyin bo'lib 36 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.